Otingiz nima? Jimmy. Familiyasi-chi? Vargi. Ya siz bu boshqa ish ham qilasizmi? To'yda o'ynab yurasizmi? Siz nima deyapsiz? To'yda o'yinchi emasmiz biz. Biz to'yda qizitib beramiz, shunaqa organizatormiz. Tushundingizmi? Bir boshqa tuzukroq ishingiz yo'qmi? Men dars o'taman. Xudoga shukr, qaysi maktabda men qizimni qanday bog'arkin deb o'ylab yuribdi. Raqs aytasiz. Nima o'rgatasiz? Kuyov salonga chiqayotgan kuyovlarga raqs bilan chiqishni o'rgatadi. Shunaqasi chiqqanmi? Dek ko'rmadingmi hali Instagramda trend bo'lib ketdi, qo'shtirmasini ko'rsatib beraman. Siz kakutda mana shu yerda kelin salom aytib turgan bo'lasiz, mana kuyov chiqib kelyapti men aytdim, ketdi. Yigitlarni sardori, kelin qizni xaridori. Yigitlarni sardori, kelin qizni xaridori. Salom salom, kelin salom, kuyov yigitga salom. Chinisini qaragan, qizlar kuyovga qanday qargan. Roza qaragan, birorta qizga qaramasdan. Of course.